Do'stlar, sizlar ko'rib turgan narsa shag'al yoki boshqa narsa emas. Bu nima desalar, mana shu ko'mirdan chiqqan atxotimiz bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, bu katyol olyapti, ahamiyat berib qo'yinglar. Katyollarning ichiga ko'mirdan chiqqan atxotlar to'planib ketadi shunaqa holatda. Buni tozalasalar, yaxshi tozalamasalar, sutkasiga rasxotiga 20-30 kilo qo'shilib oladi. Katyol olishda nimalarga ahamiyat berish desalar, do'stlar, katyol sifatlisini olishni kerak, keyin santexnik zo'r qilib ustanovka qilish kerak. 300 kvadratli katyol olingan, sutkasiga rasxoti 30-40 kilo qilyapti. Nimaga desalar, do'stlar, katyolimiz sifatli bo'ladi, santexnik zo'r qilib bergan. Xo'p, katyolimizga keladigan bo'lsa, ichi tashi to'rlik garachik rossiyskiy list bo'ladi. Miyasiga 1 yil garantiya, korpusiga 4 yil garantiya berishar ekan. Undan tashqari motorlarga keladigan bo'lsak, zakaz asosida Polsha garelka yoki 220 li ham qilib berishar ekan. Eng kichigi, ya'ni 150 kvadratli narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, $900 dan boshlab turib, u yog'iga ketaveradi. Bu narxlarda ichida vodiy bo'ylab dastlabki 100 gacha mutlaqo bepul. Qolgan joylarga kelishli holatda kimgadir qiziq bo'lsa, Torch Online nomerini pastda qoldirdik.